Mana akalar 2015-yilda ishlab chiqargan narxlarni o'zimiz sindirib tashlayapmiz. Ko'ringlar, o'ta arzondan. Delivery 2015. Abezlargacha bor ekan. Ko'ringlar, mana oldi Mexarovka. 301 ming probeg bosib o'tgan ekan. Holatni ko'rishlari mumkin. Tiniq holatda ikkala chekkasi kojinni, o'rtasi materialni bo'lib turibdi. Pulilari bor. Balonlari mana yangiday bo'lib turibdi, svejiy, qurutday bo'lib turibdi. Ko'ringlar, yaxshi mashinalar mana chiqib qolar ekan. Mana signallari zo'r holatda. Ko'ringlar, mana orqalari ham, faralari ham sarg'ayib ketmagan. Qizarib turibdi. Boshqacha bo'lib turibdi. Aka generalniga chiqaradi. Generalniga ham chiqarar ekan. Propanda harakatlangan, generalniga chiqarib beraman deyapti. Narxini 4200 qilib qo'ydik. Nomer 95lik 737 97 37 telefon nomerlariga aloqaga chiqsalar, Sarvar Avzodan chiqdim desalar, akam yana hisobga berishadi. Aka variantgacha eplasa bilan faqat narxga chiqar ekan, o'z puli ham arzon bo'lib turibdi. Narxga chiqasizlar, telefon qilib, akam beztoq tashlaylar, bosib tashlaylar. Akalar mana 2020-yil ekan, kapotda o'zida kraskasi bor ekan. Qolgan joyi radnoy butun deyishyapti. Orqa oldida udari yo'q ekan. Balonlar ham svejiy holatda qurutday bo'lib turibdi. Ko'ringlar akalar, mana shuni ochilishlari ham mazza boshqachalar. Oldiga pardalar tutib qo'yibdi ekan. Hop, 50 ming kilometr bosib o'tgan ekan. Chexollari bor, polilari bor. Mana shuni tanada. Akan bir boshqacha mehr berib, o'ziga qaratida qon qilib olib chiqar ekan. Orqa chexollari ham zo'r holatda turibdi. Ko'rishinglar mumkin. Aka 95 aka şeyda Qo'qonda bito'ramdi dokumentda. O'zimizdagi. O'zimda. Dokumentni Qo'qonda o'zimiz şeyda bito'rar ekan. Genga ham chiqaveradi. Dokumentda muammo bo'lmaydi. Bagajlarni ko'rishinglar mumkin. Nima u aptechkami? Yopinchiq. Bu ustiga yopiladi. Bu pluska-ya, bu ham? Yo'q. Bu miniski ekan bu. Bunga talashib qolmanglar, o'shani qo'shib berasizlar deb. Xullas, metallari bor. Metal 23 yangi. Metal yangi qo'yilibdi. 2023 ekan metalning yili ham. Balonlarni ko'ringlar, balonlar ham mana hamma yo'q yaxshi xullas. Yo'q nuqson yo'q mashinalar. Nimaga arzon qo'yyapsan deyishlar mumkin. Endi qo'ldan kelgancha o'zimiz ham talashib tortishib beryapmiz-da. Aka, buni nech pul qilib beramiz dedingiz? Hozirgi 7800 qilib beramiz. 7800 kami bor. 7800 dan kami bor ekan mana. Stamli chiroyli holatda bo'lib turibdi. Nomeringizni aytib berasiz. 91lik 686 75 99. Lasetti ham sizdan-a? Uni ham bitta yurib so'ramiz. Mana akamni ikkita mashina bozorga olib chiqishibdi. Lasetti ham bor ekan. Motorlarni ko'ringlar. Mana katta motorlardan ekan. Boshqacha chopatda bari. Qo'chora. Elektronika, mexanika, probegi 459 ming probeg bosib o'tgan ekan. Ko'rishinglar mumkin. Chexollarga mana riyadni chiroyli bo'lib turibdi. Evakor polilarda. Ko'rishinglar mumkin. Orqalari ham mana elektronika, ko'pchilikniki Mexarovka bo'ladi-da. Men hisobini o'yla. Bittadan like bosib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin birinchi o'rinda. Balonlari ham mana ko'rishinglar mumkin 40-50% bo'lib turibdi. Orqa faralari ham sarg'ayib, qizarib, hali bo'lib ketmagan. Sarg'ayib, qorayib ketmagan. Mog'orlab. Aka, buni yili necha edi? 2011-yil ekan. Nech pul deyapsiz narxini? Bo'ldi. Akalar mana 2009-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes Vito shunaqasidan qidirganlarga mana oldi. Ko'zlari boshqachasidan. Narxi ham unchalik qimmat emas. Ko'rishinglar mumkin. Balonlari ham bir 60-70% bo'lib turibdi. Hali baquvvat balonlardan qo'yib qo'yilgan ekan. Kraskalari ham bir 10%, 15% bor deyishyapti. Ko'rishinglar mumkin. Orqa holatlari. Orqalari ancha qavatda bo'ladi. Uzoq yo'llarga qatnagani mana shular yaxshiroq, yumshoqroq bo'ladi ham. Van holatda bunisi. Aynakli holatda aytsa ham bo'ladi. Mana bunaqa aynakli holatda bo'ladi. Bu van holatda. O'ng taraf eshiklari bor.
Evakor polilar bor. Aka, probegi qanaqa ekan buni? Probegi aka 397 ming. 307 ming probeg bosib o'tgan. Aka, buni bo'larini necha pul qilib berasiz? 9,5 ming kelishdi. 9,5 dan kami bor. Nomeringizni aytib yuborasiz aka. 99 99lik 991 991 47 47. Variantga ham yuklasa bo'laveradi. Ha, faqat narxga sotiladi. Mos korobkalari zo'r a? Mos korobkalari zo'r ekan. Bo'ldi aka, joylab qo'ying. 2016-yilda ishlab chiqarilgan elektronika probegi 321 ming bosib o'tgan ekan. Chexollari bor, pulilari bor. Balon holatlari yaxshi. 50-60% bor ekan balonlari. Kraskasi aka, oldi kapotu, keyin orqa eshikda deyapsiz bir. Ha, mana shu yengilroq a? Ha, bo'ldi. Yengil kraskasi bor ekan, 15% deyishyapti. Aka, buni nech pul deyapsiz? Bo'larini aytavering, sal arzonroq qo'ysak ketib qoladi-da. 5600 kam bor. Variantgachi eplasa bo'ladimi? Bir 2000-3000 puli borga. Ha, bir 2000-3000 puli borlar aloqaga chiqsin, bir 3-4 oyga eplasa bo'laveradi. Bo'ldi, nomeringizni aytib yuborasiz. Siz kanalingizdan chiqsa chiroyli qilib beramiz. Ha, Sarvar Avzor kanalidan chiqsalar, ancha arzonroq ham chiroyliroq beraverar ekan, variantga ham qilib beraverar ekan. 97lik 817 7702. Akalar, mana arzon sifatlardan to'g'ishga harakat qilyapmiz. Ko'ringlar, like bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz esdan chiqmasin, lekin ko'rishinglar mumkin. Buni yili necha deyapsiz? 2012 ekan mana yili. Ko'rishinglar mumkin. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqasizlar jamoasi 91lik 675 96 56 ga aloqaga chiqinglar. Hamma ma'lumotni ekan tushuntirib berishyapti. Variantga ham eplasa bo'lar ekan. Mana elektronika, mexanika, hozir probegini so'raymiz. Chexollari bor, polilari bor, tashab qo'yilgan evakor polilarda. Kraskalar qanaqa ekan buni? Ha, 3 ta petnosi bor ekan, bir 15% kraskasi bor ekan, например, ha, bo'ldi. 15% kraskasi bor ekan. Mana ko'rishinglar mumkin. Orqalari ham tana holatda. Ko'rishinglar. Zavodskiy oldi. Balonlari ham mana archa balonlar. Zakonniy bo'lib turibdi. Balonlari ham. Uchuvchilarda muammo yo'q ekan. Vaqti to'g'ri ekan, oladi, haydaydi deyishyapti faqat. Probegi necha bo'ldi? Kaltov. 300 ming probeg bosib o'tgan. Aka, buni bo'larni aytavering, necha bo'lyapsiz? Ha, biz obunachilardan aloqa bo'lsa, Sarvar Avzordan aloqaga chiqyapmiz desalar, arzonroq qilib beraver ekan. 4000 dan kam bo'lyapti, 4200 dan kam. Ha, 4800 dan kam bor ekan, bu so'radi ashna 4800 dan kam bor ekan. Bunisi yil necha ekan? Ha, bu 2027 kam bor ekan. Ha. Ana shu nomerga aloqaga chiqinglar jamoasi. Variantga ham yuklasa bo'lar ekanda, sharoitlar katta ekan. 7200 kam bor. Ishlar ham o'zi bir ma'nosida boshqacha bo'lib turibdi. Elektronika, mexanika 182 ming kilometr o'tgan ekan. Monitorlari bor, chexollari bor, pulilari bor. Balonlari ham yangidek bo'lib turibdi. Qalampir faralarda ko'rishinglar mumkin. Aka, bu toza deyapsiz buni? Ha, kraskasi toza deyishyapti. Qayerdir rextovka qilingan ekan. Kichkina, bir qaricham chiqmaydi ekan. Kechasi bor hozir chetida. Qolgan joylar toza. Ha, mana sheyda o'zini, bu yarim qaricha emas ekan. O'sha joyini rextovka qilingan ekan xolos. Qolgan joy toza deyishyapti. 7200 kam bor. Ha, shu mana shu nomerlarga aloqaga chiqib gaplashib olinglar. Variantga ham akam yuklab beraman deyishyapti 3-4 oyga. Akalar, mana 2011-yil. Ha, bu 3-pozitsiyasi ekan. Ko'rishinglar mumkin. Mana bunisi baraka bo'libdi. Bunisi baraka bo'lib ketibdi. Akam arzonroq berib yuboryapti ekanda, pushatishga mana shu nomerlarga aloqaga chiqinglar. 5000 dan kami bor ekan bunisini. Mana balonlarni ko'rishinglar mumkin. Balonlari ham bir 60-70% bo'lib turibdi. 3-pozitsiyasidan qadar yurganlarga mana elektronika anaqa salafallarigacha bor.
Unisini pravegi so'raymiz. Kaliti ham yo'q ekan biz. Ko'ringlar. Tanoqda mana evakor polilarigacha bor. Orqa holatlari. Orqalarida ham polilari bor. Masalan, qo'yib, hali qisqartirish uchun ham olib chiqqan ekan. Qaralari ham yaxshi, hali sarg'ayib, qizarib ketmagan, zo'r holatda bo'lib turibdi. Aka, buni nechta pul qilib beraman dedingiz? 5000 kelishdi. 5000 dan kami bor. Ha, bu ham variantga bitaveradi, bemalol. Ha, variantga bitavergan. Ana shu nomerlarga telefon qilib, aloqaga chiqib, egalari bilan gaplashaverasizlar. 91lik 675 96 56 shu nomerlarga aloqaga chiqinglar. Variantga ham bitirib beraveradi aka.